Assalamu alaikum. Aleykümselam. Doktor, himmetlik vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz aldi bilan. Men rahmat aytaman sizlarga. Xo'sh, unda bo'lsa biz aldi bilan shu yanimizda chiqib turayotgan shu Xitoyning Sharq Turkistondagi g'oyat zo'r yadro aslaha to'g'ri qurayotganligi haqidagi xabarimizdan boshlaylik. Reuters agentligi maxsus tekshirib chiqqan bu sun'iy amra suratlar orqali vatanimizda g'oyat zo'r bir shu harbiy aslaha to'g'ri qurayotganligini ayrim shu Sharq Qumildagi nima ko'rinishgan bu hamda 2 dona 8 taraflik aslahani markaz qilgan shaklda g'oyat zo'r bir harbiy ul aslahani qurayotganligini e'lon qildi hamda. Oldindan shu sizningki fikringizni olgan bo'lsak, Xitoyning qurayotgan bu Qumildagi nimasiga. Xo'sh. Xitoy hozir sizning de bilgandek Sharq Turkistonning ma'lum yerlarda bundaq bazılarını qurishga tirishib kelyapti. En başta shu Miranda qilgan bo'lsa, keyin shu Taklamakan cho'lninki bir yerlerinde Amerikanınki uçak gemisini uralaydigan bazı manevrani elib berish uchun ashuna bazı qurganlarni bilyapmiz. Xo'sh. Xotandima aydrum kuryapmiz deydi, ama aydrum shundaqla harbiy aydrum bilan münasebetlik. O da Hindistan bilan jang qilish. Bu o'xshashlar Tibetga yaqin bo'lgan yerlarda mana shunday ahvollar bor. Bu da bu Qumildagi bu harbiy mashq bazılarımı shundaq narsa deb shunday bir qurilish deb ko'raman. Ya'ni Xitoy kelgusindagi bir jangga tayyorlik qilayotganligini bu yerda degil bo'ldi. Hamda nemishki Sharq Turkistonda deganda Sharq Turkistonning nüfusu ko'p emas. Anda bo'sh yerlar biroz ko'p. Misalga Sichuanda ya da Zhejiangda, Jiangsuda undaq yerlarda qilman desa, ham nüfus ko'p bo'lg'achqa, unda bo'sh yerlar pek yo'q hamda. Shuningga bunda ba'zilar ya Mo'g'ulistonda, ya Qinghayda, ya Turkistonda elib beryapti. Yani mana degan chog'da Sharq Turkistonni bir mashq qilish, tajriba ilishninki bir bazıga aylantirib bo'lganligini ko'rsatdi. Hamda Sharq Turkistonda bu bazının asosini beradigan narsalar bor. Nima deganda energiyamda. Bu shundaq. Hamda bu Sharq Turkistonninki kunduzi uzun bo'lgandan keyin bir yerda asan bazı ishlarni qilib bo'ldi. Yani kun az bo'lib qolsa, kunning soati az bo'lib qolsa ters bo'ldi. Hem de Sharq Turkiston biraz Xitoy rayonlarga qadar egizroq bo'lg'achqa, bu nimaga sun'iy hamralarga erishishmi oson bo'ldi. Havo ochiq bo'ldi normalda. Osmonga biraz yaqin bo'lgan bir yer bo'lg'achqa, shuning ba'zi alohidliklari bor. Shuning bu yer tanlandi deb ko'raman. Xo'sh. Hamda biz shu yaqindagi İran Amerika İsrail'e urushini ko'rib o'tdik. İran'ninki tuproqlari nayeti bu boshqarilgan bombalarni saqlagan o'rin tog'liq rayonga qo'ygandan keyin tog'ning ichiga yerlashtirayotgan o ko'rinishlarni ko'rdik hamda. Deylik masalan urush chiqdi, masalan bu ko'rinishga qarasangiz nayeti tuzlanlik, tüp-tüz qarshi tarafning masalan dushman Xitoyning dushmanininki buni yo'q qilib bu darajada aniq bilib mana hamma o'rinlarni ko'zitib tadqiqot qilibdi buni. Bunu yo'qotish uchun masalan bunda bir uchuq nishonni, tüp-tüz degan nishonni xuddi Amerika o'tganda İranning nachqat ya'ni ostidagi yadro nimalarini kun-paykum qilayotgandek. Buni agar urush mazgili bo'lib qolgan vaqtda buni yo'qotish necha minutlik ish emasmi sizga yani? Xitoyning bundaq uchuqchilikda, tuzlanlikda. O to'g'ri. Unda uchiq bo'lib qolsa, urushga bir baza bo'lib qoldi. Urushda oson bo'lib qoldi. Hem aholi yo'q atrofida. Ama bu mashq qiladigan bir yer bo'lg'achqa, bundaq ko'rsatyapti. Kim biladi buningki atrofida shunda yushirin bayağı siz bergan misolga o'xshash, İranning misolini bergan o'xshash. Uningki atrofida shunda saqlangan yerlar bo'lishi mumkin.
Öz vaqtida misalga Sharq Turkistondagi Miran degan rayon va uning atrofida daraxtmi yo'qdi, hech kim yo'qdi va u yerga kirgizmatdi. Bizning Uyg'ur dehqonlarninki hayvonlari, qo'y kalalari u yoqqa kirib qolsa hech qolmaydigan ashuna bo'lgan. Hamda atom bomba sinoqnimi shu rayonlarda bo'lgan. Bütün shu rayonga qarab turgan daraxtlarning yaproqlari shu daraxt to'kilib turganda shu tarafda. Shuningga bu Sharq Turkistonga ziyon beradigan yadro qurollarininki bu nemisi radyasyonlar ziyon beradi. Shuningga bizning mamlakatda buni qilyotdi. Demakki bizning mamlakat nima Xitoyninki o'zininki bir rayonda ko'mganligini ko'rsatib ichadi. To'g'ri deysiz, ya'ni uralaydi, oson uralaydi. Hamda Xitoy biladi, ya'ni bu yamrada bunlarni ko'ralaydiganligini. Ammo hali bir xil jangga tayyorlik qilish uchun bir mashq qilishning sababidan u uchuq bo'lyotdi. Ba'zan olishning boshqa maqsadlari bor. Bizda shunday ilg'or qurollar bor. Qit'alar arasida erishadigan shunday boshqarilgan bombalar va shu va bu va bunday ko'zitib turib ba'zi davlatlarga setishninki setishning reklamini qilayotgan ahvolmi bo'ludir buni. Çünkü buna uyuşturuş biraz qiyin. U yerda mashq qilaman deydigan bo'lsam. Shuningga bu ochiq qilyotdi. Xo'sh. Ko'p rahmat.